Aziz onaxonlar, yoshlarga doim bir gap aytkim keladi. Biz ham yedik, sizdek. Va bizdan ham bilimli, aqlli, dono va bizdan ustun bo'linglar ona qizlarim va do'stlarim. Boya o'qishga kiraman deb qo'l ko'targanlar mana bu yoqqa bir chiqsin deb bitta sovg'amiz bor. Chiqinglar. Sovg'a. Bu sovg'amizni turinglar, menadan bunaqasiga qator turaqonni onaxonlarim ko'rsin. Sizlarga bu Toshkentdan olib kelgan sovg'amiz O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi 10 mingta kitob olib kelgan sizlarga, Sirdaryo viloyatiga. Demak, 10 mingta kamida yoshlarimizni Xudo xolasa maktabni bitirganda oliy o'quv yurtlariga kirishga tilakdoshmiz. Mana Rustam Musulmonning qo'lidan, Gulbahor Yerqulovaning qo'lidan, Bobur Bobomurod qo'lidan, To'lqin Eshbekning qo'lidan mana. Qani hamma ustozlarning qo'lidan mana shunday kitoblar olamiz. Kim ololmay qoldi? Qani? Endi onaxonlar ham bir mazza qilib bir kitoblar o'qiydi. Mana marhamat. Rustam aka berishvoring ana. Qaranglar. Ulug' san'atkorlar, ijodkorlar, fan, ta'lim, madaniyat sohasi fidoyilarini qo'llaridan olyapsizlarmi? Bu sizlarga investitsiya, bu sizlarga tilak. Mana shunga munosib Xudo xolasa yosh avlod bo'lasizlar. Bitta fikrni ko'rasiz. Kim bitta tilagini aytadi? Qani? Bormi a'lochilar? Biz ham shu ishonchni oqlaymiz. Mana shunday bir kamolga yetamiz deydigan marhamat qizim. Avvalambor sovg'alaringiz uchun katta rahmat. Biz ham sizni ishonchlaringizda oqlab katta yutuqlarga erishamiz. Sizning familiyangiz, maktabingizni ayting. Eshmirzayev Ruxsora, 9-sinf, 21-maktab. Demak, Ruxsora qizimizni 2 yildan keyin Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida o'zim hayajon bilan, mehr bilan kutib olaman. Salomat bo'linglar.